Uyingizni tozalash uchun nechta qurilma bor? Divan, oshxona, oynalar, gilam, 5, 10. Bu gilam va yumshoq mebel uchun o'rnatma. Suv tizimi matoni chuqur tozalaydi. Nafaqat sirtdan, balki ichkaridan ham tortib oladi. Bu matraslar uchun uyqu va salomatligingizga bevosita ta'sir qiluvchi chang va allergenlardan xalos qiladi. Burchaklar uchun alohida o'rnatma, odatda qo'l yetmaydigan joylardagi changni tozalaydi. Pollar uchun toza va ozoda, ortiqcha izlar va kimyoviy moddalarsiz. Tokchalar va sirtlar uchun changni xona bo'ylab tarqatmasdan ehtiyotkorlik bilan tozalaydi. Bu endi shunchaki tozalash emas, bu uyingizdagi toza havo va sifatiga kompleks yondashuv. O'nlab vositani o'rniga bitta Robaklin plus belgisini bosing va biz uyingizda bepul namoyish o'tkazamiz.